Lekin tushingizda kimdir sizni ursa, qo'qsa, yig'laysiz, qochasiz, yugurasiz, yiqilib tushasizmi? Ha? Tamomiyla hayot hissiyotini his qilasizmi? His qilasiz. Uxlagan paytingizda nima azob chekkan bo'lsangiz, o'sha uyqudagi, tushdagi holat sizda azoblanyapgan bo'lasiz. Badaningiz ishib ketishi, chirib ketishi shart emas. His qilyaptimi? Ruhingiz his qilyaptimi? Ha? Maza qilsangiz, tushingizda rosa go'zal narsalarni ko'rsangiz, bog'larni ko'rsangiz, suvlarda suzsangiz, osmonlarda uchsangiz, maza qilasizmi? Rohatmi? Hatto ba'zi odamlar ehtilom bo'lib qoladi tushida. Cho'qqisini, ya'ni lazzat tuyadi tushida. Tushdagi lazzatmi shu? Bu uyqudagi misol bu. Qabrda xuddi shunga o'xshagan uslub bo'ladi. Biz bilmaymiz qanday o'lchov bilan bo'ladi, qaysi qonun bilan amalga oshadi. Alloh biladi. Sahih rivoyatlarda keldimi? Keldi. Qabrda hisob kitob borligini Rasululloh aytdilarmi? Aytdilar. Qarzdorlar olovli yugan bilan, ya'ni kishan bilan kishanlanib to qarzi yechilmaguncha azobda yotishini aytdilarmi? Aytdilar. Qabrda mana shu azobdan qo'rqqan odam qarzingizni to'lab qo'ying. O'lmasdan oldin. Axloqiy natijasi bor buni.